20 minutdan beri hali ham o'chiribda turibmiz. Bitta savol beryapman deb Ibrohimovga. Mana bu o'chiribda qaranglar, oldin ko'rib olinglar. Mana bu orqada, bu bizanikiga emas. Mana yonida yana bitta bor. Mana shu uchun shuncha odam turibdi. Orqadagacha ketgan, orqagacha. Ovqat uchun, bunaqa o'chirib turish uchun. Bu ovqat qanaqa bo'lishi kerak? Men shunga qiziqqanim uchun ham mana shu o'chirda turibman hozir. Do'kon qorin ochishni so'rayapsan-da hozir. Kim o'li qorin och? Yo'q lekin hop bizlar qorin och. Endi butun hammalar qorin och emas. Shuncha odam o'chirda turibdi. Yo'q, hop boshqa yo'lda ham yesa bo'ladi-yu. Boshqa joyda. Menimcha qolganlar ham shu maqsadda turibdi. Nimaga shuncha odam o'chirda turibdi? Bu ovqat uchun deb o'chirda turibdi. Ovqat uchun emas bu. Kofta qanaqadir zo'r bo'lgani uchun emas. Qiziqishdan men yana shuning uchun turibman 20 minutdan beri. Bu kofta 40 yildan beri shu yerda tayyorlanar ekan. Bu asoschilarning rasmlari. Mazasi baribir o'zimizning shashliklarga yetmaydi. Ekranda ko'rganlaringiz barchasi $54 bo'ldi.